Assalomu alaykum. Hammaga YouTube'da kuzatib boradiganlar. Stiklavata joylash jarayoni. Shunday qilib stiklavatalar joylaymiz. Zichlab sovuq saqlaydi. Shunday qilib to'ldiramiz. Zich qilamiz. Misol bo'sh bo'lmaydi-da bu. Majbur bo'lsamiz. Erta bir kun o'ynab ham qolmaydi. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa qilib beramiz. Usta akalar kamchiliklarini iltimos aytib boringlar. Nima kamchilik, nima qilish kerak? Nima qilsa bo'ladi yana? Do'stona maslahat sizlardan. Sog' bo'lasizlar.